Mana bugun shanba kunida Namangandagi Zelyoniy bozorga keldik. Bu joyda narxlar o'ta arzon deb eshitganmiz. Kelib ko'ryapmiz hozir. Ko'ramiz. Sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlardi. Imенно mana shu joyda antikvar, suvenirniy narsalar bor. Keyin yana bitta narsa, agar sizda ham shunaqa suvenirniy yoki antikvar narsalaringiz bo'lsa, olib kelsangiz, sotib ham olishaverar ekan. Zapchas qidirsangiz ham topiladi bu bozorda. Hamma narsa bor. Manzil Namangan shahar, Yashil bozor. Yashil bozor. Namangandagi Yashil bozorga kelganmiz. Nech pul ekan? Shuni so'raylarchi qizildi? Mana qizil nech pul ekan? 1 million 400. 2 million 400 ming. Yondagicha? Bir qiz matskillar ko'ringlargacha. Retro mashinachalar. Bular qancha ekan retrolar? 1 million 600 ming so'mdan aka. 1 million 600 mingdan. Necha tezlikda yuradi? 20 bormi? Bunisi bolalarga. Bunisi qancha? 400 ming so'm. Elektronli. Sotamiz. Jahongirga mana mataskil kerak ekan. Yo, 7 bo'ladi, yo 8 yo 9. Bu mataskillar nech pul ekan? 2 million 400. 2 million 400 ming. Uzr. Kattalarni ham ko'taraverar ekan. Chiqib qayda yursangiz bo'laveradi, yoshliklaringizlar. Tog'a YouTube'ga video ketyapti. Telefon nomeri aytib olsangiz, kerak odamlar telefon qilib yuboradi. 97. Aha. 810 810 77 70. 77 70. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz chiroyli qilib dastavka ham qilib beraverasiz-a? Dastavka ham qilib beraverasizmi? O'sha Namangan viloyati bo'yicha, yo vodiy bo'yicha ham bor-a dastavka? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha dastavka ham bor ekan mana. O'zbekistonga dastavka qilib beramiz. Yangisi ham bor, rabochiy ham bor. Bizda hammasi yangi. Ha, hammasi yangi ekan bu yerdagilar. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunaqa traktorlar ham bor ekan. Bolalaringizga olib bersangiz, maza qilib haydab yurishadi. Qarang, mashinalar zo'rligini. Bizning yoshligimizda qayerda edi bunaqa mashinachalar? O'zimiz taxtalardan yasab mashinacha qilib olardik. Zo'r. Namangandagi Yashil bozor. Retro magnitofon, yoshlikda magnitofonda. Bu ham kaseta, disk. 200 ming so'm kam bormi? Yangi. Eslaganlar bormi? Shunaqadan ishlatganlar bormi? Batareyalarga ishlaydi. Disk ham tushar ekan, bizga. Tushadi MP3 disklar, bu Rustam G'oyev xatoliklari. Unga oldingi o'xsha cho'petib qo'ymaydimi? Yo'q, mana u yangi o'chilmagan ayla mana. Mana kaseta qo'yib, zo'r. Mana kasetalarga chiqib qo'ygan. Zo'r narsa, retro haqiqiy. Mana aka. Shunaqa retro narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Yashil bozorga kelaverasiz. Yoqib ham ko'rsatib berar ekanlar. Oy, Batareyalarga ishlaydi. yangi ekan. Yangi. Mana. Unaqa batareyaga qayerdan topadi? Xo'p degan narsa. Ayni yumaloq, qaytamga batareyani Olsa bo'ladi. Tomonda kreslolar. 750 ming. Demek kreslolar, игровой kreslolar. Aşı qizil nech pul ekan? Mana qizil qancha? 850 ming so'm. Bunisi-chi? 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Gamerlar uchun sartaroshlar stullari bor ekan.
Bular qancha ekan mana sartaroshlar? 3 million so'm. Yo'qda mashina sha. Mana bu mashinalar nech pul ekan? Aka? Qancha bular? 700. Pul sanaydigan apparat. Bu qancha ekan pul sanaydigan? 300 ming so'm. Toshni sanaydi, ha? Begovey doroshka. Begovey doroshka nech pul? 1,5 million kam bor ekan begovey doroshka. Yangi koptoklar ekan. Jahon ol birorta koptok olib ber o'g'illangga. Yangisi. Nima bo'ldi? Jentrezga olingmi? Nima qilaman? Bor o'zi jentranki yangi. Olib bering. Ha, gaz bilan tashiydigan narsalar. Mana katta seyflar, boyvachchalar uchun katta seyflar ekan. Olib borib yuzga qo'yib qo'yasiz, dollarni bosaverasiz. Ha, mana bu nasoslar davleniyasini ko'rsatib turadi-da. Nech pul ekan aka? 55 ming so'm. Arzon? Oh. Kuchlar. Bu nima ekan bu? Suvli anaqada. Isitgichmi? Qalinligini qarang. Suv isitadigan narsami bu? Qaravoy. Superavoy ekan, qoyil. Buni qayerdan qo'shimcha ulab beradi? Qayerdan o't yonadi? Tok ekan mana, suv to'ldirib tokka tiqilarkan. Qoyil. Tokka tiqib kelarkan, mana bu ichida suv o'ynab, aylanib isitarkan uyda. Uyda isitarkan. Retro paravoy, rossiyskiy. Narxini ham bir so'rab aytib qo'yaylik. Qiziqingchi? So'raychi, qanchadir? Kimdan akam? Sizlardan? Egasi hozircha yo'q ekan. Vaqtincha xizmat doira. Gaz plitalar, minilar, yangi oilalar uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda. Tevesdagi 250 ming, pastdagi 350 ming, tagidagi 400 ming. Seyflar. Mana 2 qavatli. 2 qavatli. O pastdagilarda keyin ikkita eshiklik, ha? Pastdagilarda ikkita. Avtomobil zapchastlar, kovriklari, turli tumandan, kolonkalar, nima qidirgan bo'lsangiz topasiz. Yo'q ketgan televizorlar. Kolyaskalar, damaslarga qara mana, orqa stoplari. Kolyaskalar yana. Ana shular ham arzon mana shu narsalar ham. Mana bu naushniklardan qancha bular? 15 ming. Ishlaydi bular, ha? Tavakkal. Ellik. Bular ham tavakkalmi? Tavakkalga olinaverar ekan. Ishlasa, ishlamasa baxtingdan ko'r, taxtingdan ko'r bo'ladi keyin. Akfaletni birinchi chiqqan. Yorug'lik chiqaradigan narsalar. Sartaroshlar uchun stoli. Nech pul ekan bu? Moykasi bilan. 2 million. 2 million kam bor.
Yo'q, bo'lishi Bo'lish 2 million. Bu suv chiqadigan joylari ham sizlar ekanda, hammasi, ha? 2 million so'mga. Yaxshi. Shunaqa. Lekin odam tushirmaydi. Yo'q, u narsani olyapmiz xolos. Seplar. Besh bo'laga sep. Eshitdingmi tog'a gapini? Qancha? Yo'q, bular bloger shikli deyaptilar. Ha. Yonda yashaydigan hamma bloger bo'lib ketdi. Bekorchi odam blogerlik qilyapti. Bizga nisbatan shunaqa tanqidiy toshlar ham otilib turiladida, hamma bekorchilar bloger deyilyapti hozir. To'g'rimi? Bekorchi odam bloger bo'ladimi yoki bekorchi emas odam blogermi? Blogerlik ham shu oson emas. O'g'ley, sotmay. Hamma har xil gapiraveradi. Blogerlar omad, bosaveramiz. Bunaqa tanqidiy gaplarga qaramaymiz. Ha, tushunmaysan. Katta bolam degan siqa dedi-da, o'g'ana pishmadi. Xabar bilan. Tarozilar. Ana televizorlarda ekran ishlaydiganlardan ko'p. Ekran singan. Tashqariga. Farq yo'qmi? Tarozilar ishladimi bular? Bu tarozi ishlaydimi? Qancha bular? 250, 550. 350 ming, 550 ming. 500 kilo oling. Nari ekran ishlaydiganlar Kulutlar tanlab olishi 5000 so'mdan. Atverka, kulut, hamma narsa. Ombir tanlab olish 5000. Bu yog'i mashina zapchastlar. Mashina zapchastlar. Ro'za-ku. Oyog'im qulab qolibdi. O'tirarsangiz uxlaman tushalasan. Nima bo'ldi? Ishda bo'ldi. Ana 20 bering. Mashina zapchastlar. O'tamiz hozir. Aravachalar uchun turli tuman balonlar, g'ildiraklar. Ikki g'ildirakli, bir g'ildirakli aravalarga. Mana qarmoqlar. Qarmoq zapchastlar. Uch yarim million so'm ekan. Akfa eshiklar. Xohlagan razmeringizda kelib tanlasa bo'ladi. Mana bularni ko'rchi. Open byudjetga ovoz yig'ishlari bo'lyapti. Qancha ekan? 3 million 200 ming so'm. Ashti yangi ekan. Olib uyga bitta qo'yib beradigan. Mana bulari inomarkasi. Ichiga kirgandan keyin qorayadi avtomatik. Ichiga kirib ana uni yoqish bilan sразу qorayadi. Sidinalari yevro variantda ekan. Oyna qorayadi, chet Xitoydagidaqa bo'lib. Mana shu avtomatik qoragan. Ha, shunaqada bu. Mana bu tepalarda ham. Bu qancha ekan? Bu necha pul? 5,5 million so'm ekan. Bu nima ekan bu? Yo'q qo'ydim. Ha, yo'q, qo'ydim buni. Rojaga yog' sepadimi bunda? Yog'laydi buni. Mashinalarga. Yo'q. Mashinalardan bolt-moltlarni yog'lashga Gramli. Yo'q-ku, shular. Atoldim. Ashtiga qo'yib ber, ana turibdi-yu. Ya. Ana. Ha. Sanuzel. Zapchastlari. Turli tumanda. Bular yangisi ekan shekilli. Ha, yangilar ekan jahon ular.
Yangilar bitta eng arzon narxlarda bo'ladi. Eshik derazalar tomonda kullerlar qarab. Voy, payxoz sochib tashlangan. Samolyot yasaversang ham bo'laveradi. Kullerlar. Voy, kompaktni disklar bor ekan. Qani? Ana. Ha, unaqa kompaktni disk. Birinchi kompyuterlar chiqqan paytda. Kompakt disk. Oldindan ko'rsat. Mana bu nima ekan bu? Nima o'tchi buni? Yangi Bu nima ekan bu? Kompyuterlarda turli tuman zapchastlari. Kullerlar 3000 so'm. Ichida transformator bo'ladi. UPSlar mana kabellari. Vizitkasi ham bor ekan. Kimga kompyuterlar zapchaslari kerak bo'ladigan bo'lsa mana ko'raverasizlar. Televizor, video elektronika, BM 12, BM 32, rossiyskiy kir mashina zapchasi, xolodilnik, plastmassa, konditsioner, tanga, metaldan olamiz. Mana telefon nomerlari. Bu monitorlar ishlaydimi bular? Qanchadan monitorlar? 80 mingdan. 80 ming so'mdan ekan tanlab olish monitorlarni. Remont bo'lmagan ekan. Kolonkalar, Yo'q, uni rezinka emas ekan. to'y kolonkalari ekan, ha? Lat To'y kolonkalarida. Qancha ekan? 250 ming. 250 ming so'mdan ekan to'y kolonkalari. Shakkada bular. Mikrovolnovkalar. Bular endi mikrovolnovka ishlaydimi yo'q bilmaysanmi? Haydi mana ular javob beradi. Baqira yuraverdi qassig'ada. Yangi stansiya. Keyin u tevasiga kraska sepilmagan. Bunga Ha, yo, mana nimaga? Oqaga. Ha, Qancha ekan bu? 950 ming bo'lishi kerak. Mana bu kichkinalarchi yangi xo'jaliklarga. Kinalar 50 mingdan bir xona. Bir xona, Mana ikki xona rossiyskilar 200 mingdan kami bor. Ha. Hammasini kami bor. 200 ming so'mdan kam bor. Yangi xo'jaliklar uchun arzon narxlarda. Hammasi Mana ishlaydigan. mabodo 600 mingga ham gaz bor. 4 xona duxovkasi ishlaydigan. 600 ming so'mga. Amaki telefon raqamini aytib yuboring, mabodo keraklarga. Ash telefon nomerlari ekan, kimga shunaqa gaz plitalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar tog'aga. Boshqacha narxi bo'ladi. Shokir aka. Jahon. Mana magnitofonlar, antiradarlar, ko'rchi qancha ishlaydiganmi yo'qmi so'rachi. Bu haligilar ekan bu deydi. Avtomatik boshqaruv. Mo'la ishlaydimi shep? Ana u. Yoqchim deb qilsa yonadi-yu, batareyasi zaryadi bo'lsa. Magnitofonlar, Sharmiki sifat. Bu ulanmaydi mana bu ulanadi. ha, ulab keyin yonadi, ha? Bu ulanadi. Ha, zo'r ekan unda. Amjigar pultlar. Antiradar, Luzi. video registrator ekan. Bari xonada ishlagan chekli yo'q. Magnitofonlar.
Mini gaz balonlar. Jon arg'onganmi? Bo'ldi hozir. Batareykasi yo'qmi bular? Batareykasini Qo'qondan olasan, Qo'qonda arzon. Sanki batareyasi o'libdimi? Nech pul ekan shu motosikl? Akani o'zlarini ko'tarib turibdi, qoyil. 1 million so'm ekan shu motosikl. Bunisi-chi? Ural. 1 million 200 ming so'm. Hali nech pul ekan mana o'sha? Bu qizil nech pul ekan? 1,5 million. Bunisi-chi? 2 million so'm. Kattasi eng kattasi. 1 million 400 ming so'm. Bunu 700 ga oldi. Aşağı qimmat ekan. Bolalar uchun veliklar. Bu aka. Veliklar kimdan ekan? Veliklar. Aka to'rinsini bola. Lekin bitta tanka bermasangiz maydalar o'ragan bola. Shunga baqa o'tiraman. Mana bularchi Xitoy yangilar. 850 ming so'm ekan. Ana misrovkalar so'ra. Bularga aka. Afg'on qozon bor ekan. Nech litrli u? Afg'on qozon necha litrli? 10 litrli. Pulichi? Ha, 10 siqadigan. 100 ming so'm kam bor. Ha, 10 siqadigan. O, yo'llarda turadi-yu. Lisoslar. Bularga garantiya. Garantiyasi bormi bularda? So'rachi? Garantiyasi bormi bular? Ha, garantiya bo'ladi-da. Hech pul sizda bu. 300 ming so'm ekan. 220 voltmi bu ham? 220 ekan. Kir moshinalar. Ular rabochiy ekan. Rabochiy nech pul ekan? So'rab ko'ring narxlarni. Sotildi bular bor 2 million 600 mingdan. 2600 dan sotib bo'ldimi? Yo'q, bular sotiladi, u birinchidagi Ha. sotildi. Bu 2600 ming so'mga sotilibdi. Bular 2 million 600 ming so'm. Garantiya. Nech kilolik bular? 3 yil garant. 6 kiloligi bular 7 kilo 8 9 buton. Mana bular 9 kilolik ekan. Bular nech pul 9 kiloligi? 2 million 200 ming, 5,5 ming. 3 million 200 ming so'm, 5,5 million. Hammasi rabochiy bular, ha? Garantiya beriladi, aka. 3 yillar garantiyasi. Telefon raqami aytib yuborasizmi? Kerak odamlar telefon qilishadi. 93lik 93lik 408 408 44 18. 44 18. Kimga mana shunaqa kir moshinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, dastavka ham qilib beraverasizlar, ha? Vodiy bo'ylab dastavka ham qilib berishaverar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 6 kilolik ekan bular. Ishlashlariga garantiya ekan. Namangondagi Yashil bozordamiz. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga ham kerak bo'lsa shunaqa narsalar. Konditsioner sezonlari boshlanib qoldi. Endi konditsionerga qiziqqanlar uchun. Qancha ekan? Zamonavilar. Mana buni 3 million 300 ming ekan. Nechchilik bu? 12 talik. 12 taligi. 3 million 300 ming. Kami bor, barakasiga o'tib beradi. Garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiyasi ondan keyin 1 yil. Borib o'rnatib ham beriladimi yo? Kelishib qolsa o'rnatib ham beriladi. Ha. Ustini xizmati bor. Mana grey bor. 3 million. 3 million kami bor. Eng yaxshisi qaysi bular ichida? Shu. Hammasi ham yaxshi. Kimga Bu qanaqa? kattalarni ichmi? Bu 5 million so'm kami bor. Bu nechtalik? 24 Citronic 24 talik ekan. 5 million kam bor ekan. Ha, buni kvadrati ham bor-da, kattaroq joyda sotishga. Kimgadir grey yoqadi, kimgadir chigo yoqadi, kimgadir qovuq yoqadi. Ha. Kimdir LG ishqoldi. Endi o'rnatganga qarab-da, uyda ishlatayotganga qarab. Ammo hammasi garantiyali ishlaydiganlar, ha? Ishlab turgan zavod ushku. Eng arzon qanchadan boshlanadi shunda? 1 million 700 ming. 1 million 700 ming so'mdan eng arzoni boshlanishi ekan. Endi LG dan Keyin yaqin narxlari
garantiyaliga qarab ketaverar ekan. Ammo hammasini garantiyasi bor deyishyapti. Ishlashlariga javob ekan. Aka, qiziqqanlarga bir telefon raqam aytib yuborasizmi? 90'li 90li 278 278 17 71. 17 71. Biz har kun shu yerdamiz. Har kuni Yashil bozorda, Shetda bozorda bo'lishar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa arzonroq qilib dastavkasini qilib beraverasiz, ha? Kelish bo'lsa kimni ham beradi. Kelishib qolsa va vodiy bo'ylab ham O'zbekiston bo'ylab ham dastavkani qilib berishaverar ekan. Ustanovkalari ham ichida ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, konditsioner kerak odamlar. Akam o'zlarini sotuvdilar. Qeypoq sotuvchilarni bozorni o'ldirish maqsadimiz yo'q, lekin 10 tasi 10 ming so'mdan. 10 tasi 10 ming bulardi? Pachkasi 10 ming so'm ekan. 10 ta bo'ladi pachkada 10 ming so'mdan. Savdogarlar xafa bo'lmaysizlar, endi blogerlik vazifamiz ko'rsatib o'tyapti shunaqa narsalarni ham. Futbolchilar aksiyada 15 ming so'mdan ekan tanlab olishi. Qirq olsa hechmi? 1 million 200? 1 million 700 ming so'm ekan. 55'larchi. Yangimi bular? Yangi. Mana bular chiqichinasi 32. 1 million 200 ming kam bor, ha? 1 million 700 dedi. Qirq olsa. 40 Nima u? million Nima 700 degan u ming ekan. 43? Velosipedlar turli tumandan arzon narxlarda. Damakli telefonlar. Ilgari ishlatilgan damakli telefonlardan. Yangi sport apparatlar. Kiyim bozor, arzon bozor. 10 ming so'mlik futbolkalar. 10 mingdan futbolkalar ham bor ekan. Kepkalar 15 ming so'mdan tanlab olishi. Tanlab olish 10 ming so'mdan. Женский parfumeriyalar. Yarmi oldi tomoni 10 ming, hammasi emas. Yo'q, ha, old tomoni 10 ming so'm, qolganlari qimmatroq ekan. Birinchi qatorda. Birinchi qatorda 10 ming so'm ekan. Soatlar turli tuman. Yangimi bular? Mana bular qancha ekan bular? Mexanik ekan ular, ha? Batareyka. Batareyka ekan, mexanik emas. 65 ming so'mdan chiroyli ekan soatlar. Mana metr nechi bo'l? Mana bag'iga o'tyapmiz endi. To'xta. Shikalatlar 10 mingga 4 ta 5 tadan ekan. Ana mashinalar uchun zapchastlar. Gazlarni o'tkazish qancha? Manami? Gazchilar 170 ming so'm. Bular mana arqon qisaydigan. Mana koja, ana divanlar. Ya, ana bozor qaranglar, to'kib tashlagan parin top kelishib olib ketaverasiz. 5 ming 10 ming so'mdan parin top olsangiz bo'ldi. Kiyimlar kiloga to'kib tashlanibdi. Xohlagan kiyim top razmeri to'g'ri kelsa bo'ldi ekan.
Ana. Ana bunaqa bozor qayerda ko'rgansizlar? Toshkentda ham yo'q bunaqa kiloli bozor. Kiyimlar kiloga to'kib tashlangan. Yangi hammasi. Olib kiyib, razmeri to'g'ri kelsa olib ketaverasizlar. Ko'rgansizlar shunaqa bozorlarni? Yangi hammasi hali. Instrumentlar yangi, рабочий ishlangani turli tumandan. Bular zapchaska mana bular yo ishlaydigan? ishlaydi ham zapchasi ham ishlaydi. Ishlaydiganlar nechi puldan? Ishlaydiganlar 150 mingdan 250 minggacha. Zapchaskachi? Zapchaska 100 ming so'm kami bor. 100 ming so'm kam bor ekan. Kompressorlar nechi puldan? Kompressorimiz 600 mingdan 2 milliongacha bor. Nari kichkinalari 600 ming so'mdan, Ha, 600 ming epamiz bor. ha, epalar 600. Makita nechi puldan shu makita? Makitalar 800 ming. 800 ming so'm deyman. Mana kontachnilar nechi pul? Kontashkanziga Bular yangi ekan, 1,5 million so'm kam bor ekan. Bunisi makita kontashka. Zapchaslari. 900 dan 100 dollargacha. Bundan biz hamma bana 2 kilosun. Yakam 15 bin. Hasan aka. Boş. Bu bozor haftaning har shanba kunlari bo'lib o'tadi. Namangandagi Yashil bozor. Istalgan ilgarigi davrdagi narsalar kerakmi qidirib topsangiz bo'ladi. Yoki sizda shunaqa eski zapchaslar ilgarigi narsalaringiz bo'lsa ham olib kelsangiz sotilaveradi. Shunaqa vaqtda billa. Televizorlar. Qanchadan ekan televizorlar? 2 million. Hangi joyda arzon? 1 million 700 ming kam bor deyapti ularda. Ha, bitta 2 million. 2 million kam bor ekan. Mana bunaqa o'choqlar ekan. Qani u? Qozonlar. Qayerga ketamiz? Ko'rganlar o'zi narxlarni bilib olaverasizlar. Niye quyonlar bor ekan? Quyonchalar bor ekan. Retro mashinalar, quyon setkalar. Antenna olmaysizmi telefoningizga? Ye, televizorga degan, telefonga deydi. Ana televizorga antennalar, jahon, olib qo'y. Hadi bemalol aka. Bozor. Aluminlar bo'lsa mana 15 mingdan olishar ekan. Aluminni kilosini 15 mingdan olishar ekanmi? Mana mashinachilar haligi joyga keldi. Jahon shu yerdan olgandim sanikini ham. Mana shu yerdan olganman mashinangda. Jahon o'rtamga bitta mashina podarka qildim, shu yerdan olib borganman podarkaga. Olmaylar. Bu safar qimmatroq aytishyapti narxlarda.
Mashina zapchastlar turli tumandan. Masajyorlar ana 15 millik. 10 millik masajyorlar. Komplektdan hech bilagan bular, komplektdan ishlar jaha. O oqlar chiroyli. Nech pul ekan bular? Yo'q, bular ham qo'yma. Bosh ver. Bular 170, 180. Yangisini narxi ekanda. O'zi ham yangidan. Moshinani barlari. Tarpedangizga oq-poq narsalardan olmaysizmi? Ana u yerda ham mashinachalar bor ekan, turli tumandan. Kecha o'sha Bo'ldi bular hayotda sotilmaydi. Va ko'ringlar, endi zapchastlar. Men so'rab keldim. O't narxini aytib yuborchi, bilib kelorchi, qaysi? Mashina taskilmi? Mashina taskil narxini so'rashga ketdi. 2,5 million kam bor ekan. Qo'qon bozorda o'shalar $100. 100 ming so'mdan oyoq kiyimlar tanlab olishi. Ana bu antikvarlar ko'raylikmi? Antikvar soatlar chiqibdi. Taxtaga moslangan. Usti laklangan ekan-a? Mana biz haqiqiy qo'lishiga mana o'yilgan. Buni ustiga yopishtirilgan ekan. Qancha ekan bular? Aka nech pul ekan bular soatlar? Soatda 130 mingdan 700 minggacha. 130 mingdan. 130 mingligi qaysi? Mashimi? Mana shu 130 ming so'm ekan. 700 mingligi qaysi mana bumi? Mana bu haqiqiy qo'lishi mana. Yong'oqdan bu. Yong'oqlar ham moslangan ekan. Suvenirni birovga podarka qilishga ham bo'laveradi bu narsalar. Zo'r. Ko'rsatsam bo'ladimi orqasini ham? Ha, mana bundoq qilib ichini o'yib moslangan ekan mana. Ha, orqasiga o'yib moslangan ekanda. Bu so'z taxtalar nech puldan? 60 ming, 70 ming, 80 ming, 90 ming. Qo'l mehnatidagi so'z taxtalar. Kesilmaydi bular. Har qancha pichoq bilan ursangiz ham kesilib ketmaydi yong'oqdagi. Soatlarga qiziqdim men, soatlarga. Haqiqiy antikvar, suvenirnim deb bir joyga osib qo'ysangiz, zaqil ofislarga qo'yadigan soatlar ekan. Aka, telefon raqamini aytib olasizmi? Shunaqa soatlarga qiziqqanlar uchun. 94lik ekan shu soatda yasagan odam. 94lik 303 9097. Zakazga ham yasab beraverasizmi? Buyurtmaga tayyorlab ham beraverar ekanlar. Kim qiziqsa aloqaga chiqarsa mana shunaqa yong'oq daraxtidan chiroyli qilib yasab berar ekanlar. Ular laklangan, suvenirga bop, sovg'a bop. $100 ming so'mdan tanlab olishimi? Tanlab olish 100 ming so'mdan ekan. Mana bu yerda mana nardalarni turli tumani, qo'l mehnati. 250 ming so'm ekan. Toshlari ham bormi? Ha, prostodanmi? Namangan boss. Telefon поставка. Я по всему Ташкенту раздаю. А вы что? Я с Ташкента приехал. Он еще в России. Во все кафе. İşte burası 20 metre sonra. 10 metrda. 10 metrede ha. 50 bulmasa 40 metrede güzel. O kompyuterlar hech bilakan, notebook. Notebook'ini hech bilakan. Shu menga Qancha? 5 tane. Ishladimi? Что это ko'rsatmayapti? Vizetka ochib oldi.
Batareyasi yaxshimi? Akkumulyator yangi. Akkumulyatori yangi. Yangi. 800 ming kamichi? 850 deyapti. Sizni o'zingizniki emasmi? Egasi boshqami? O'zingiznikimi? Men deyapti. Ha. Shu maydiga gapirasiz. Ha, Sheva. Ha, bo'ldi, tushundik. 850 ming ekan. Samsung tepalayapti. Ha. Buni oling. Oling. 5 lar. Gramati 0. Siz tushunasiz ularni. Siz tushunasiz. Yangi ekan aka. 850. Ochib yoqib qo'ysa bo'ladimi? Albatta. Yo'qda. Zaryadi tugagan shekil, ha? Azagina bunaqa narxlar. Ha. Hozir bular oladigan bo'lsin-u, bo'lmasa. Nima qiladi? Bo'ldi, bo'lmasa qo'yib turayinchi tog'a. Qo'yib turayinchi ko'ramiz yana bo'lmasa. Rahmat. Turizmlarga olsangiz bo'ladi. Endi buni batareyasini ishlamasini bilish. Chimaydi-da, o'shanga yo'q. Mana shu shetoklar nechi pul ekan? Shetok nechi pul? 50 ming kam bor ekan. Tarchib ketdi. Ya, kartochka qo'yamiz. Voyenniy formalarni kamp ana ular so'rachi. Tepa pastlarni, spetsadejdani. Qancha ekan bular? 80 ming so'm ekan. Endi hamma har xil aytayotibdi-da. Retro narsalarni ko'rsataylik, retrolardan. Hamma narsasi ichida bormi, ko'rsam bo'ladimi? Mana pasport. Pasport kerak emasmi? Ana chetda 80 tishyapti. 3 gramm. Lekin. Retro narsalar. Tifal termizlar. Shurpoyorlar zaryadniklari. Shurpoyor zapchastlar bu yog'i mana. Ishlaydi ekan. Qancha ekan bular? 180 ming so'm ekan. Yangisini narxida ekan, lekin bu retro pullar va tangalar. Bular qanchadan ekan? Tanlab olish pullimi? Tanlab tarqaldi. Ezen qaat kiyib qolsa ishlatamiz, o'qi. Hop, buni oching. YouTube'larda rosa reklama bo'lyapti, ichidan tilla chiqadigan platalar mana. Mana shunaqa narsalar ichidan tillalar chiqyapti. Kim ko'rgan bo'lsa, YouTube'da rosa reklama bo'lyapti. Mis tovoqlar, mis narsalar ekan hammasi. Olasizmi sizlarda? Nech puldan? Kiloga qanchadan olasiz sizlarda? Kilosi 100 ming so'mdan olishar ekan bozordan oladigan narxlar. Qancha? Ha? Shu an so'rachi, u qimmat u narsa. Misakana. Misda? Bodda. 700 ming. Tangalar bor ekan 60 ming, 70 ming so'mdan.
Ha, mana bular haqiqiy qo'l mehnati. Shular qancha ekan? 2 million ekan. Qo'l mehnati mislardan. Ishqibozlar oladi. Kachka piyozga kirma. Ha. Mana bu ana yerda bunda ham bor mebelni yolish. Mebelni bor. Mebeldan o'tamizmi? Ha. Ha, hozir yurolmas, kirib chiqaylik keyin. Qarmoqlar bular rossiyskiy. Spilnilar. Qarmoq nech pul ekan? Spilni nech pul ekan? 150 ming. Chinni idishlar. Xrustalnilar. Retro idishlar. Suvenirni ko'za. O, suvenir ko'za nech pul ekan? Suvenir ko'zalar. Yo, o 1,5 million so'm ekan ana shu. Instrumentga qiziqadiganlar bormi? Lazerlar, rossiyskiy telefonlar, retro telefonlar. Inkubator ano? Nech pul ekan u? Inkubator bor ekan 1 million 200 ming so'mga. Bu nержавейка qozoncha nech pul ekan? 500 ming so'm nержавейка. Ganterchalar bolalarga. Qancha ekan? Nech pul ekan mana? 10 ming so'mdan ekan. Qanchaga berasiz? Iya. Ikkitasini 10 ming beravering. Ikkitasini 10 ming beravering. Çünkü 15 lira çünkü Volvo'da. Sorka. Ochkimi? Ha. Shuna yo'l tutayman, siyitga qarab turaman, o'zing chiqarasiz. Ishlarni bilib turasiz. Na, yo'q. Yo'q, yozda kelamiz. Mana ashar payt ishlaydi. Bundan payt yo'q, aprelga ishlatmas, u sentyabrga. Ishlab beramiz. Kodu var içinde okey. 75, ha? 91 lik. 362, 68, 62. 67. Mana qushlar. Bu bolalar ishkiliga bular. 50 mingdan. Kattalaricha. 120 mingdan. Erkak qizini qatdan ajratadi? Ha, ko'zini oldida narsasi bor ekan ajratib olishga. To'ti dedim bularni? To'timi bular nima? Ha, to'ti. Qola-qola qarang, chiroyliligini. Qancha ekan bular? Uni otsam sig'maydi. Qani ham samolyotda bu. Qancha ekan bu? Chetga ketayotganim yo'q, Toshkentga uyga qatnayman. Borib kelgandim. Shega O'zbekiston ichida yuradi. Qancha bu? 150 ming.
Hadi kattasichi? 300 ming turadi. 300 ming so'm. Davar mandaqa birinchi chiqqan MP3 playerlar, radio playerlar. Belgin bunday qilib ilib olinadi. Bunaqa qilib, ha, bitta qo'yib olinadi. Kabellari ham bor ekan, naushniklari ham. Eslanga tushdimi, shunaqa ishlatganlar bormi yoshligida? Bitta borsak shiriylar, o'rtoqlar olardi. Keyin biz ham eshitaylik, quloqdagi naushniklar topib olardi. Navalagan. Naushniklari bilan turibdi ekan. Bepulga. Qancha ekan bular? 10. Ha. Qancha bu? 800 ming. 800. Qanchadan olasizlar bunaqa tangalarni? Urush kerak birinchi qanaqa tangasi. Bitta belvoqda bir 5-6 kilo bor-da. Birinchi urush kerak. Ha. Kerakmaslik bormi, yo'qmi ichida? Kerak narsa bo'lmasa qanchaga ketadi keyin? Kerakmas narsa bo'lsa kerak. Kiloga olmaysizlarmi bunaqa? Qanaqa ishlaydi u sizlarga? Çok paytki, sayus paytki. Yillari ham ma'lum bo'lardi? Nechinchi yildiki misol? 70. 1970. 5 kapek, 15 yigirma olsa. Ha. Padava o'sha. 61 qanchadan olasizlar? 61 kerak. Shuncha haddini qo'yibdi. Bu qancha ekan bu? Donasi 5 ming. Donasi 5 mingdan? Tamam. Kimini? Qanaqa bor mashina kisiga? Ya u katta ekan bizning. 15 ming so'mdan bular. Ko'rganim mashina. 15 mingmi shular? Ha, 15 ming mashina. Yo, 8 ming da. Voy. Eng kichigi 41 ekan. Yana 8 ming so'mdan tapchikalar bor ekan. Razmerim 2 xil ekanda. Ha? Sabrini olsin. Mana bunaqalarda. Bular qanchadan? 45 ming. 45 ming so'm ekan. Oldi bo'layman. Nima desa? Olindaqa bitta tapchika ol 8 mingga. Men bunga qiziqdim. Razmeri bo'lganda olardi. Ha, senga razmeri yo'q ekanda. Razmeri yo'q. 15 ming so'mdan oq tapchikalar, mana 45 ming so'm, o qora tapchikalar 8 ming so'mdan ekan. Oka 5 million 5 million. beramiz. Verish kerak. Artellarchi? Artellar oka. Bozorga kirib keladimi? Bozorda turib. Nech litrli bu? 280. 280 litr. Bulari? Marazinlik nech pul ekan? 5 million so'm aka. Ishlashiga garantiya? 1 yil garant. Bularchi? 2,5 million. Oldingida qola qolmabdi. Shanba. 800 ming kam bormi? 800 ming kam bor ekan. Nega bet ko'tarildi? Mana shu yerda bor. O'tkazib ana televizor olgan joyimiz bor. Bitta mashina. Ha, qancha ekan bular? 5 pul ekan aka. 2 million 200 ming. 800 edi hatta. Yo'q, qimmat aytish kerak bu. Ha, bo'chimmi? Onam bektirdi. Yuringlarchi nasa? Qanchadan ekan so'raychi? 35 ming bo'lsa kerak. Qancha? 80 ming bo'lish ekan. Yo, 90 ming bo'lish ekan. 80 ming. Qayam bo'lsin buni. Qanaqa? 90 mingga 80 ming ekan. 2,5 million germaskimi bu ham? Gollandiyami? Kolodka to'g'rimiz aka. Ha. Boshni ekan, ha? Boshni. 2,5 million ekanda lekin. Qamatib beramiz. Qancha kami? Yonadi. Kami qancha? Sizdan da Endi aytib ko'ringchi, bunchada. beraylik. 2. Yana chapcha kelishtirib ham beraverasiz, ha? Kirishtirib beramiz. 2 dan ham kelishtirib beradi. 8 qilib beramiz. 18 ekan oxirina.
Bozoringiz bersin. Velosipedlar so'raylarchi velosipedlarni. Velosiped cheklarigacha bor ekan velosipedda. Qancha ekan? Manasini so'rang, germanskiy shekilli. Mana qancha? Oka qarachi. Puli qancha? Ha, bo'pti, xotir bo'lib o'shanga. Aka bu nech pul ekan? O, shep. 1 million. 1 million so'm. Germaniya. Ha, germanskiy o'xshab turibdi o'zi. Bunisichi? 1 million 400. 1 million 400 ming so'm. Kamicha u 1 millionlikni kamicha? Yengil. Olsan o'g'irlaydi. Bu 1 millionlikni kamicha? Sizda shunday so'raydi. Qancha so'rashdi? Qancha so'rashdi? Cho'ntaga to'g'ri kelmadi. Qonun beraman qo'dirakadan o'li. Maza qilib bering. Skorsiylar ham chaq unga ishlar. Qancha deyapsiz? 1 million. 1 million deyaptilar. Ko'raylikchi. Olasizmi 300 ming? Olamiz. So'raymi bo'lmasa? Men berib turaman pul. Men berib turaman. Ha, so'raychi anamni. Qancha ekan shu? Zo'r aka. Yangi ekanda. 1,5 million kam bor. O, bolalarni bularchi bolalar aka. Bolalarchi nech pul? 280 ming. Nos qo'ya olmaysiz, nos qo'ya olaman. Bunmi? Bu sigaret u. Mana ishlarmi? Ekan bular. 5 ming so'mdan tanlab olishi. Ha. Ha, 35 ming so'mdan tanlab olishi ekan. Rotorga adashtiramiz narxini. Qora olib keluvdimi? Nerigi zapchastlar 5 ming so'mdan ekan tanlab olishi. Ishlarda ishlar. Mana zapchastlar 5 ming so'mdan tanlab olishi. Uxlab olganmi? Kerak bo'lsa olaveradi mana shu yerdan 5 ming so'mdan. Hamma narsa. 60 mingga oldim mana. Ha. Qanaqa 40 mingga normal. 60 mingga olib berdingmi? 23 mingga. Nech pul ekan tog'a bu? Qo'y tog'a. Narda nech pul ekan? Narda? Qancha tog'a? 200 ming so'm kam bor ekan. Birlar tushib qoldimi otganda? Uzun. Ha, uzun. 1 million. Yo'q, har xillari bor aka. Nech pul ekan bu? 600 ming kam. 600 ming so'm kam. Ishlar ichkiliga bu? Mana shu o'tyaga singan ekan. Zo'r. 600 mingga. Hech pul ekan u gaz plita. Ha. 500 ming beryapsiz. Va qanchadilar? 550. Ha, yoqib tekshirib ham berar ekanlar. Duxovkalari ham ishlaydi, pastlari. Pastlari ham ishlaydimi? Duxovkasi ham ishlaydimi? Ishlarkan. Zo'r, 550 ming so'mga. Zo'r narx. Hozir yangi chiqqanlardan mana uni eskisi yo'q. Ha, hozir hamma yana rossiyskiy ishlatyapti-ku. Mana berdi. G nechi edi bu? G3 ekan. 200 ming so'm. Sizga beradi. Ha. Oladigan bo'lsangiz beradilar, yengilroq qilib. Tog'a? Mana kanseli. Undan pas beradi. Aslında Mana polni qilib, mana ishlaydi. Bu duvoyni. Qanchaga sotildi bu?
170 ga berib yubordim. 170 mingga ana. Yetdi. Arzon ber. Zo'r. Hop. Bular qancha ekan? Bu 300 ming. Aytsa-da. Yo'qmi hozir zaryadi? Hop. Ko'cha. Bu kisasi. Yoqadigan joyi yo'qmi buni? Beraman. Bunga odamda yoqiladi. Biz har 3 minutda o'chadi ishlatmasangiz. Ha, ishlatmasa avtomatik. Bo'lsangiz ishlaveradi mana. Zo'r kesadi. Qancha deyapsiz buni? Masofani bo'lib tashlaydi 300 ming. 300 ming so'm kam. Zo'r narsa qarayman. Qoyil. Bu ham zo'r. Agar qo'l-pul to'g'ri kelib qolsa ketdi ekan-a? O'shani shu ana qirg'in qo'yib qo'yganda yosh bolalar ishlab. Ha. Bola qo'lni tutmaydi-yu. Ha, to'g'ri. Toshda oladi lekin. Hech bilagan bular. Ikkita olib kelgan bu Ya'ni hafta ham. 150 kam bu. Necha soat ushlab beradi zaryad aligini? Akkumulyatorga bog'liq-da. Akkumulyator yaxshi bo'lsa bo'ladi. Ha, bu tok ko'paytirib beradigan UPS emasmi bu? Tok ko'paytirib beradi halosmi 12 voltda? Ham UPS ham zaryad bersin, istilib beryapsiz. Yo'q. O'sha UPS misol akkumulyator ulamasdan ham o'zida akkumulyator yo'qmi deyapman. Bu ichida akkumulyator yo'q-da. Ha, отдельный akkumulyatori. Ha. Kompyuterga ekan-da, masalan, svet. Tarozi. Bu tarozi. 180 ming kam bor ekan. Yoqinchi tog'a ishlaydi-ku. Tanlab olish 5 mingdanmi shunaqa. Tanlab olaverasiz-da, ishlasa ishlamasa Hech garantiya. bilagan ular. AirPods'lar qanchadan ular? Bormi ichida? Tog'a emas ekan sotuvchisi. Tog'a ham oluvchi ekan. Hammasini ochib ko'ring. Ha, u tushirib tashlanganda ichiga. Anaqa TT-lardan ko'rasiz aka. TT-lardan qidirsangiz chiqib qoladi. Hech qaysi. Otib yuboribdi-da, hamma ochib. Tegi dedi hamma tegini ko'rdik. Mana hamma original ekan. Birortasida chiqmadi. Mana shu original. Ajrab turadi baribir. Mana kelinglar chekin. Bu zavod kimlar ekan bu? Ishlashi ham mel ichida yo'q. Ichida yo'q. Olamadingiz Shokat aka. Olo tekin aka olib ketavering bo'lmasa. Tekin nima bu? Yana telefoningizda. Qimmat-a sizga? Ana zaryadning hammasidan. Ha? Mana bugun Shokirni bozorga olib chiqdik. Iftordan keyin. Qancha ekan u? Powerbank. 50 ming ekan. Mana hozir bu ekan. Retro telefonlar. Zapchaska bo'lsa olaman. Yangi Mashinalarga magnitofonlar mana. Sparkingga. Ichida yo'qlari ham bor ekan. Ana o'rnidan qoralari sochilib tashlaydi. Bunikimi? Ashliki ekanmi? Buni ichida yo'q ekanda. Aqalaqa sochilib Bu original ekan. Yere shuni olib ketay, tavakkal. 15 ming beri bu. Yaqinda bari rabotchida. Yani qasidalik yo'q. Bering, tog'a berib yuboring. Nima qilib olib o'tirgandan baribir. Keling uchalamizdan bittadan olamiz. Ana. 15 ming beri. Ketdik. Oling 5 mingga. Bo'lmas ekan 5 mingga.
Tripler ekan. Yoshlikda ishlatardik. Ha? Kimni esida bor ana bu diskeyni. Ha, mashinalarga, mashinaniki disk qo'yadigan. Akkumulyator qancha ekan? Ha, iPhone original zaryadnilari. Ichida yo'q. Ha, bittasi sinib ketgan ekanda. Ichida yo'q. Bunday uzuydanmi, ichida yo'q ekan. Ha, ichida yo'q ekan. Nima qilib qo'yding? Korobkasini o'zi sotilan. Korobkasini o'zi. Ya, undaq AirPods'lar kichkina-kichkina. Minilar. Ochchi? Qancha ekan bular? Ochchi? Chiqadi. Ixchamgina ekan, qarayib ketibdi. Qancha bular ishlaydigan? Iye? Yangisi ham 20 ming, 25 ming deganingizdan so'rab oladimi yog'ini? Hammasi ishlaydimi bular? Mana buni o'zi qani ichidagi? Yo'q, zaryadi. Yonmayapti. Ha, zaryadi yo'q bo'lsa ishlashiga ishonib bo'lmaydi-da. 25 deyapti. Nech pul ekan? Samsung 500 ming so'm kam bor-a? Ishlaydimi bu? Promo ishlaydi. Ha, batareyasi o'lgan, lekin o'zi promo ishlaydi 500 ming so'mga. Bolalarda o'yin o'ynaydigan qilib qo'yib qo'ysa bo'laver ekan. Diver bu. Kompyuter kameraniki. Ye, hech pul kamera. Komplekt 900 ming olgan. Retro pullari. 10 rubl. Qancha ekan bu? 100 tami? Qancha bu? Spichka donadi. Ay, aytavering-chi, просто 150 ming so'm ekan. 10 rublliklar 100 tas. Sizlar shu narsaga olib olish kerak. Qancha ekan? Bular sekret kamerami aka bu? Yo'q, shuni bajarib olamiz. Ha, Ha? Sizlar shuni narsa olsak kerak bo'ladi. 150 ming ekan. Qimmat. Nariga ola olish kerak-da. Qancha? 100 ming? 300 ming. Powerbank bo'ladi. 4 ta sim karta ham power bank. Telefon zaryad qilar ekansan. Zaryadi ham bir oyga yetsa kerak, o'zini ham zaryadi, ha? 10 ming, ha, 10 ming amper. Ha, batareya bu tugamaydi. Kolonka ham Toyota savlaydigan kolonkadan ekan, katta kolonka ekan. Voy. O'yin o'ynasin. Ha. Bolalarga olib berasan? 150 ming. Power bankmi bu? 150 ming ekanmi? 200 ming berasiz. Ishladimi? Bular bistrik ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi qanunda? Yo, o'sha power bank. Bistrik ko'rsatmadi sizga? Ha, 20 watt ekan. Kenjaningiz sog' bo'lsin, achibsiz. Yashil bozordagi arzon bozor. Hamma narsani qidirib topib olaverasiz. Original zaryadnilar nech pul ekan ular? Zaryadnilar. Mana shular yaxshisimi? Originalimi bular? 40 wattli. Qancha shular? 15 ming. 15 ming kam bor-a? Ana, kam bor ekan. Telefon, televizor, araba mana. Hamma narsalar topsa bo'ladi. DVD'lar ham bor. DVD disklaringiz suyuzda bo'lsa, olib ketib ko'raverasiz bemalol. 250 ming so'm? Mana. Telefon ham olaverasizlarmi? Yo'q. Arzon telefonlar. 600 ming so'm, 500 ming so'm. Ishlaydi hammasi. Qancha ekan shu? Qancha ekan?